Xo'sh, 72 edi, 74-misolimiz. Misol, bunda aytyapti 9 darajasida x minus 8 ko'paytirib 3 darajasida x plus 1 minus 81 kichik 0. Xo'p, xuddi shu holat tenglama ko'rinishida kelsa ham x noma'lum son 3 va 9 darajasida. 3 darajasida x ni a, 9 darajasida x ni a kvadrat dedi. Lekin 3 darajasida x emas, 3 darajasida x plus 1 qanday yozamiz? 3 darajasida x ko'paytirib 3 ning birinchisi, to'g'rimi? Minus 81 kichik 0. Mana 8 bilan 3 ni ko'paytiramiz. 24. 9 darajasida x minus 24 ko'paytirib 3 darajasida x minus 81 kichik 0. Demak, 9 o'rniga minus 24 a minus 81 kichik 0. Qaysi sonlar? 27 bilan minus 3. A minus 27 a plus 3 kichik 0. A o'rniga 3 darajasida x minus 27 3 darajasida x plus kichik 0. Endi nima qilamiz? 27 shundan oldin qaysi? 3 darajasida x plus 3 nima uchun? Chunki var katta bo'ladi. Nima qayerdan bilan kattaligini? 3 darajasi katta. 3 ning har qanday darajasi musbat? 3 ni qo'shsak yana ham musbat. Tashlab olsak? 3 ning darajasida x minus 3 ning darajasida 3 kichkina 3 larni x minus 3 kichkina 0 dan x kichkina 3 dan ya'ni x tegishli qandaymi? Ha? To'g'ri. Davom etamiz. 76. Xo'sh. Demak, 5 darajasida x ni belgilaymiz. A deb belgilaymiz. 5 darajasida x teng a. Shunga ko'ra a plus 5 taqsim a kichkina bir mahrajda 1 bor deymiz, bir mahrajda 1 bor deymiz. Hop, a'dan beramiz va mahrajni tengsizlikda, ya. Tengsizlikda tashlab bo'ladimi biroq? Tengsizlikda biz noma'lum sonni tashlab olmasdik, to'g'ri? Nima uchun? Qara, tengsizlikda tashlab olmasdik, lekin tenglamada tashlab olar ekanmiz. Manfiy bo'lib qolishi mumkin edi. Tengsizlikda ham agar mahrajda aniq son tursa, uni tashlab olsak bo'ladi. Lekin mana tenglamadan nima uchun tashlab, mana bu holatda nima uchun tashlayapmiz? Bu noma'lum son bo'lsa olib qo'yardik, lekin bu yerda tashlayapmiz. Nega? Noma'lum son. Bu noma'lum son. Nechidagi biroz bilaman 5 darajasi x ketdi. Yo'q, 5 darajasi x noma'lum. Doim musbat bo'lgani uchun. Musbat sonni tashlab olgan paytimizda tengsizlik belgisi o'zgarmaydi. Lekin musbat degani eslab qolish kerak. Katta 0 dan. Eslab tursin. A kvadrat plus 5a kichkina 6 ni yo'q qilamiz. A kvadrat minus 6a min plus 5 voy. 5 ni bo'ldi. 5 o'zi. Kichkina 0. Ko'paytiruvchilarga ajratsak a minus 5 a minus 1 kichik 0. Xo'p, sanoqqa qo'ysak. Sanoqqa qo'ysak 5 bilan 1 ni orasimi? 5x ni qo'yamiz. Sanoqqa qo'ymaymiz. A o'rniga 5 darajasida 5 ning darajasida x minus 5 5 ning darajasida x minus 1. Shu kichik nollar ekan. Bu birinchi daraja, bu 5 ning 4-chi darajasi. Tashlab asoslarni x minus 5, x minus 1 bu x minus 0, ya'ni x ni o'zi. Sanoqqa qo'yamiz 1 va 0. 0 1 qo'yamiz orasi. Demak, x tegishli. Onami? To'g'ri. Xo'p, 78. 3 ning darajasida x plus 1, 3 ning darajasida minus x katta yoki teng to'g'ridan.
Xo'p, minus x degan nimani hal qilib beradi? Bir taqsim qilib beradi, to'g'rimi? Surat bilan mahraj o'rnini almashtiradi. 3 ning darajasida x plus 1 ni 3 ning darajasida x ko'paytirib 3 plus 1 taqsim 3 ning darajasida x katta yo'qning 4. Va 3 ning darajasida x nima deb belgilaymiz? A. A ko'paytirib 3a plus 1 taqsim a katta yo'qning mahrajida 1 bor, 1 bor. Bunga a'dan, bunga ham a'dan beramiz. Va mahrajni tashlab olamiz. Nima shart bilan? A katta 0. Qat'iyan katta 0. Nima qoldi? 3a kvadrat plus 1 katta yo'qning 4. 4 chap qilsak 3a kvadrat minus 4a plus 1 katta yo'qning ko'paytiruvchilarga ajratishimiz kerak. 3 ni qarzga berib turamiz. 3 bilan 1 midi? 3 bilan 1 edi. Qarzga bersak, qarzimizni qaytara olsak? 1 bilan 3 taqsim qilib, 3 dan 1 taqsim. Demak, yozamiz. A minus 1. To'g'ri? Keyingisi 3a minus 1. Katta yo'qning a o'rniga 3 ning darajasida x minus 1 o'rniga 3 bu yoqda 3 ko'paytirib 3 ning darajasida x minus 3 ning darajasi katta yo'qning tushundingizmi shu? Davom etamiz. Asoslarmi? X minus 0 bu x ni o'zi. To'g'ri? Mana bu yerda 3 ko'paytirib 3 ning darajasida x bo'lyapti. Bu 3 ning darajasida x plus 1 to'g'ri? Minus 3 ning darajasida 0. Katta yo'qning 0. Savob. Asoslarmi? Nima qoldi? X ko'paytiruv x plus 1 katta yo'qning 0. 0 minus 0 bilan 0 bilan minus 1. Songa qo'ysak minus 1 0 qo'yar ekan. Chekkasi bu tarafi hamda bu tarafi. To'g'ri? Qaysi to'g'ri? Ha, minus 1 to'g'ri. To'g'ri. Xo'p, 78 dan keyin 80-misolimiz. Bunda tushunamizmi? To'g'ri? Xo'sh. 80-misolimizda 5 ning darajasida x plus 2, 5 ning darajasida 1 minus x, ichki yo'qning 126 dan. Mana shunisini ko'rishimiz kerak. 5 ning darajasida x plus 2 nima deb yozamiz? 5 ning darajasida x darajasida x ko'paytirib 5 ning plus 5 ning darajasida 1 minus x necha? 5 ning darajasida 1 taqsim 5 ning x darajasi. Ichki yo'qning 126. 5 ning darajasida x ni a deb belgilaymiz. A ko'paytirib 25. 25a plus 5 taqsim ichki yo'qning mahrajida 1 a'dan beramiz. Tashlab olamiz. Sharti a katta 0. Buni ishlatmayapmiz. Prosta eslab qolish uchun. Nima uchun tashlab olyapmiz? Tengsizlikda odatda tashlab olmasdik. 25a kvadrat plus 5 ichki yo'qning 126 a. Buni yo'q o'tkazamiz. 25a kvadrat minus 126a plus 5 ichki yo'qning 0 dan. Xo'p, ko'paytiruvchilarga o'tkazamiz. 125 bilan 1. Aha, buni yo'q ko'paytirsak 125 bilan 1, ikkovini ham 25 ga bo'lamiz. Bu 1 bo'ldi. Demak, a barobar 1 bo'lyapti. A barobar 1 taqsim 25, to'g'ri? 5. Ha, bu yerda 5 bo'ladi. Shunda yozamiz. A minus 5 25a minus 1. minus 1. Ichki yo'qning 0. A o'rniga nima yozamiz? 5 ning darajasida x minus 5 ning darajasida 1.
25 ni yozamiz. 5 ning Kvadrati. kvadrati. Ko'paytiruv 5 ning darajasida x minus 1 ni yozamiz. 5 ning darajasida 0. Bu shkogining asoslarini x minus 1. Mana bu yerda x plus 2, x plus 2, 5 dan tashlab olsak minus 0. Shkogining 0 dan. Nollar Bir bilan minus 2 bilan demak minus 2 hamda 1 2 u ham bo'yaladi. Orasi chekkasi orasi. Demak x tegishli minus 2 dan 1 gacha. Qandoqmi? Yaxshimisan? Hop, 81 dan 90 gacha bo'lgan qismi endi shuni kasrligi. 82-chi misolimiz. 3 taqsim 2 ning darajasida x minus 2 minus 1 taqsim 2 ning darajasida x minus 1 minus 2 katta yukning nol. Nima qilamiz? 2 ning darajasida x ni a deb olamiz. To'g'ri. 2 ning darajasida x ni a deb belgilaymiz. Shunga ko'ra, mana bu yerda 2 ning darajasida x minus 1 deganimiz 2 ning darajasida x taqsim 2 mi? Tushunasizmi shu? Bo'lib minus edi, uni bo'lib ko'rinishda yozdik sababimiz. 3 taqsim a minus 1 taqsim a taqsim 2 minus 2. To'g'ri? Bu katta yoki teng? Mana qarang. Mana bu yerda ustunlik kasr hosil bo'ldi. Mahrajning mahraji paydo bo'ldi. Uni yo'qotishimiz kerak. Qanday yo'qotamiz? Ko'paytiramiz 2 ga, ko'paytiramiz 2 ga. Nega? Nega aynan 2 ga ko'paytiryapmiz? Bunda mahrajda 2 turibdi. Bu 2 ni yo'qotishimiz kerak. Bu 2 ni yo'qotish uchun ko'paytiramiz 2 ga. Xo'p, 3 taqsim a minus 2 minus 1 ni 2 ga ko'paytirsak 2. A taqsim 2 ni 2 ga ko'paytirsak qisqarib ketadi a minus 2 2 to'g'ri. Katta yoki teng? Endi bularga mahrajdan deymiz. Shunda a minus a minus 2 a minus bunda a minus 4 bunda mahrajlarni tashlab bo'lmaydi. A katta nolda, lekin bu a minus 2 bu manfiy bo'lib qolishi mumkin. A minus 2 a minus 4 3 ko'paytiruv a minus 4 tafsirlasak 3 a minus minus 2 ni a minus 2 ga ko'paytirsak 2 plus katta yoki teng 0 dan. Xo'p, 3a minus 2a a minus 12 plus 4 pastda a minus 2 a minus 4 katta yoki teng. Eslaymiz, bizda a deganimiz 2 ning darajasida x edi, to'g'ri? A larni o'chiramanda o'rniga 2 ning darajasida x yozamiz. Demak, 2 ning darajasida x minus 8 edi. 2 ning darajasida x 2 ning darajasida x 2 ning kvadrati. Katta yoki teng? Ikkilar birdan katta bo'lgani uchun tashlab yuboraman qo'rqmasdan. Ishora o'zgarmaydi. Nima qoldi? Xo'p, nima qoldi? Faqat sig'may qoldi. Yaxshi. Xo'sh, nima qoldi suratda? X minus 3 mahrajda. Ko'paytiruv. Tengsizlik belgisi o'zgardimi? Yo'q. Katta yoki teng nolda. Sanoqliga qo'ysak, nollar 1 2 3 3 mo'yaladi. 1 bilan 2 to'shotsak plus minus bizga kerak plus dedik. Demak, 1 dan 2 gacha 3 dan tengsizlikgacha. Xo'p, davom etamiz.